Ifori dimoqqa yoquvchi yana bir o'simlik bor. Uni hovlisiga ekkan kishining uyidan mehmon arimasa kerak. Bu qaysi gul ekan deysizmi? Bu haqda Muborak Dadaboyevadan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men sizlarga shu bugun mushkambar haqida gapirib bermoqchiman ozgina. Chunki bizda mana masalan Toshkentda mushkambarni bozorlarda ko'p sotishadi-da, ko'pchilik olgan, biladi. Men yaqinda shu viloyatlarga borganimda ularcha unchalik bilishmas ekan-da mushkambarni. Bizdagilar yaxshi bilishadi. Men aytdimki, rosa chiroyli, zo'r gul dedim, tushuntirdim ularga. Endi o'shanda ular iltimos qilishdi-da, siz bitta ko'rsatuv qilib bering, hammamiz ko'rib o'tiramiz deb. O'zingiznikini ham ko'rsatasiz deb. Bu mushkambar o'simligi Cestrum deyilar ekan. Nocная красавица. Bizani endi o'zbeklar endi buni mushkambar deb qo'yishgan, chunki hidi bu kechqurun hid chiqaradi-da. Bu gul mana yozim bilan o'sadi. Boshqa shoxlaydi-da. Sentyabr oyidan boshlab mana bunaqa ko'ringiz gullari hech anaqa ko'rimsizgina oq gullar mayda-mayda o'sha keyin kechki payt kechqurunlari yoqimli hid chiqarar ekan-da. Buni masalan Yevropada ham ko'p ekan bu gul. Ular buni nashni jasmin deyshar ekan. Ana jasmin guli bor-ku, o'shanga o'xshagancha juda anaqa yoqimli hid chiqarar ekan-da. O'shanga men o'tgan yil bitta ekkan edim, bu yil hovlimni to'ldirib yubordim. Bir 10 tachasini ekdim. Bu gulni bitta nima tomoni bor ekanki, qarang, buni to'yga ekish kerak. Chunki bizani qishda bu o'ladi. O'shaning uchun buni to'yga ekasiz. Keyin ochilib bo'lib, kuzda baylarini to'kishib, sovuq boshlanganda kalta qilib qirqib tashlaysiz-da, keyin o't-bo'tga olib kirib qo'yasiz. Men bu ichkari xonaga, men hovlida qolmasin, endi hovlida qolsa muzlab qolishi mumkin. Ichkariga olib kirib qo'yasiz. Juda ham suvni yaxshi ko'rar ekan. Suv bir kun suv quymasangiz, bechoragina xafa bo'lib qoladi. Mana shunday baylar yotib oladi. Yaxshilab suv bo'ktirib kunda suv quyish kerak ekan. Lekin tez o'sar ekan. Mana bunaqa shoxlab ketar ekan. Olganimda bunda kichkina edi shular. Qarang, qanaqa katta bo'lib ketibdi. Aytdim-ku, o'tgan yili bitta oldim. Uyimdagilarga hammasi yoqdi. Kimki darvozadan kirgan odam qo'lingizdan qanaqadir bir nafis hid kelyapti deyshadi-da. Men aytdimki, mana shu mushkambar. Bekorga mushkambar deb qo'yishmagan. O'shaning uchun mana sizlarga ham mana shuni tavsiya qilaman. Mana shu guldan olsanglar. Nega buni ko'paytirish ham qiyin emas ekan. Shoxini olasiz, xuddi boshqa gullarga o'xshab shoxini olib, shoxidan qalamcha qilib ko'paytirsangiz ham bo'lar ekan. Men bir qilib ko'rdim, bexato ko'p nima qildi, ko'paydi. Tanishlarimga berib yubordim, mana sizlar ham ekib ko'paytiringlar deb. Shu iltimos bo'yicha mana shu sizlarga shu gul haqida qisqacha ma'lumot berdim. Sizlar bilan shundan xayrlashaman. Mushkambar ekinglar.